Mana qorlarim erib, ancha yaxshi bo'lib qoldi. Gul 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 gul. Gul 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 gul. Bezarlar mana. Kirkaxon. Yerga ham tashlayman makka, quruq joyga. Hali xudo xolasa ko'p rejalarim bor. Ularga hammasiga ovqat yeyga maxsus joy qilaman. O'rdaklar uchun hovuzcha qilmoqchiman bahorda hozir yaqin kunlarda. Ko'p ishlar qilamiz. Keyin yana reja qilaman. Mana xo'rozimni juda ham yomon. Bronzaga chatish bu. Jaydar emas, uchun boshqacha. Og'irligi. Aytganda endi o'tkalarim tug'ib boshladi. 2 kundan beri yaxshi tug'yapti. Endi ular tuxumlarni yig'aversak, erta fevralning oxirlarida o'z kirib qoladiganlari ham bor. Shuni joy qilaman endi. Betonga shop qilishim kerak, joy qilishim kerak bularga. Sharoit qilib bersam. O'tinlar olinadi, bu joylarni ochamiz hamma joyda. Reshetka qilganman, hamma tomoni hech qayerda o'tilmaydi. Faqat mana shu agratda aylanib yuradi. O'tishdi joyda.